Keremjon, ukam sizning xabaringiz bormi, shu Paridio 5-qara Yipak yo'li sadosi hozir elib berilib, dastlabki bosqich o'rindiq aylantirib, 16 mayirni guruhga qabul qilib oldik endi. To'g'ri. Endi navbatda oldimizda hozir shu ikkinchi bosqichlik o'zaro 16 baldan 8 ni tanlash musobaqa shakli elib beriladi. Shu musobaqamizning tartibida bu bosqichga kelganda bizda bir arzu yetakchi ustoz degan bir o'rin bo'ladi. Bu o'ringa men sizni taklif etaman. Rahmat aka. Siz endi shu vazifani ustingizga elib, men bilan birlikda mush bolaning umumiy ahvoliga asosan bir guruh bo'lash, naqsh taqsim qilish, andan bulan yetaklash xizmatlaridan menga bir yordamlashib o'zingizning kuchingizni aymag'aysiz. Chattaq yo'q aka, rahmat. Endi qarasangiz bu balada 16 balaning ichida bizda faqat ikkila qiz naqshchi bor. Buni guruhlashda endi mening dastlabda ishtikli o'ylig'im endi bu bir jup qizni ayirib boshqa o'g'il bolalar bilan peki qilib yurishning o'rni yo'q. Ikkili bo'lgandan keyin bu o'zigidan tabiiy holda bu bir guruhlashib qoladi endi. Endi Nurimangulning tajribasi orqali Atigulni yetaklab olsa bo'ladi. Bu bir o'rganish to'g'ri. Mening berilgan maslahatim bu bolalardagi raqobat hissiyatini sustlashtirib, biz hamkorlik hissiyatiga kelsak, mushtaq chiqqan naqsh bilan yosh bolalar birga kelsa, birsi-birsini yetaklab, to'g'ri. Texmo yaxshi naqsh o'rindishida, o'rganish qilishida menimcha texmo foydasi bo'ldi deb o'yladim. Yaxshi o'ylabsiz. To'g'ri. Tunji bo'lib sahnaga chiqadigan bizning guruhining bir guruhi mahirlarimiz Nurimangul Ablat bilan Atigul Yusuf. 大家好，我叫努尔曼古里阿布莱提。Ko'pchilik yaxshimisizlar? Men ismim Nurimangul Ablat. 大家好，我叫阿提古里苏夫。Ko'pchilik yaxshimisizlar? Men ismim Atigul Yusuf. Men Yipak yo'li sadosi programmasiga qatnashgandan keyin buni televizorda tarqatganda mening idoramda, oilamda, hatto qo'lim qo'shlarimning ishi nihoyat yaxshi inkas bo'ldi. Nurimangul odam bilan ikkimiz bir yutliq azaldan tanishdik. Ham adamga azaldilla kasbiy jihatda bo'lsin yoki axloq jihatda bo'lsin har qaysi jihatlardan qoyil edim. Bu qatam taxmi qoyil bo'ldim. Bam 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 da 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 dang. Yaxshi, shuna obdan. Bam 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 ba 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 bam. Bir şey kelganda shu bayda eshitdik emasmi? Bu shu biri o'xshash misra, tekismi o'xshash bu yerda shundaymi? Aha o'xshash. Qizilini tallaydı. Birincisida qizilini tallaydı. Shuni oldikmi? İkincisida qizilini tal. Shundaroq o'zgarsak bo'ladimi bu manda? To'g'rimi? O'xshash, 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 tekis, ikki qatam takror kelayotgan vaqtda biz birinchisi bilan o'xshamaydigan biri. Meyli Ablat ma'lum bo'lsin, meyli Nurimangul odam bo'lsin, ikkilisi ikki tarafdan men yordamlarni qilib, naqshlarni turoq shiva elish jihatlarda nihoyat yaxshi yo'llarni ko'rsatdi. Bu singlim bilan biz chiqim sahnada o'zimizniki eng yaxshi holatimiz bilan naqshini muvaffaqiyatli tamomlab tushimiz deb o'ylayman. Men sizga har qaysi jihatlardan qoyil, o'zimmo sizning keyiningizdan ergishib, bundan keyin yaxshi natijalarni qo'lga keltirish uchun tirishima, birlikda tirishaylik. Atigul singlim, sizning bu naqshini ishonch bilan yaxshi aytishingizga ishonaman. Rolingizni eng yaxshi joriy qildiring. Biz birlikda tirishaylik. Allah
Xo'sh, ko'rman do'stlar, naqfaylandiki, hurmat yetakchi ustozlar. Yuqorida mana Leylagul, Qizilgullarning aytgan chiroyli naqshlari yuraklarimizga ajoyib chiroyli izlarni soldi. Zo'xlandiq, huzur topdik, rahmat sizlarga. Sahna uchun ajr berganliklaringizdan minnatdor bo'ldik, rahmat sizlarga. Ular yuqorida Toshqin gruppasidagi bu suyumli 2 nafar mayirimiz o'z naqshlarini ijro qilib bo'lib, amdidagi paytlarda sizlar uchun bizning ustozlarimiz qanday bir bahosini berdi ekan, holda bilan Mevlana efendim, sizning hayajon ilikida o'ltirib, o'rningizni qo'yib ketay degan bir holatda mushu naqshga quloq solayotgan kayfiyatingizdan bu naqshning sizga yarg'anligini his qila oldik. Ko'rmanlarmi cho'qim mendek bir tuyg'u bo'ldi deb o'ylayman. Mushu naqshni olgandan keyingi hissiyotingiz, ang o'magan chaqda kimga qoyilligingiz bordi, shuni bizga deb bersangiz. Bu naqshni aytdi katta, chiroyli o'rindaldi. Ondan ikki mayirningmi o'ziga xosligi xili alayda, anglapla bilinarlik. Nurmangul bu naqshining bundaq inchki puroqlarini to'liq elib bundaq aytdi. Nurmangulning ovozida bir xil yumshoqlik, nefislik bor deyishga bo'ldi. Ondan Atigulning ovozida shundaq bir yangroqlik bor ekan. Kangirlik bor, tabiiylik bor. Ma Nurmangulnikiga o'xshash bek tafsili bo'lmasimi, yana shundaq bir go'zallik bor. Naqshimi joyida mening o'zimning birdigan bahoyim bularda yanada meningcha yuqori tuvanlik farqi yo'q deb o'ylayman. Menga Atigulning ovozi bizning kona ustoz naqshchilarni, mush naqshni o'z vaqtida aytgan kona ustoz naqshchilarni sal eslatdi. Shaxsan men Atigulni tavsiya etaman. Rahmat, xursand bo'ldik. Ayshugul muallim ilgari bu naqshni aytib baqqan deyman. Balkim jiq aytgan, ham bizim ekranlarda ko'rganimiz yodimizda bor. Shunday. Ayshugul muallim shu 2 nafar mayirimizning naqshini olgandan keyin sizda qanday bir mayillish paydo bo'lgandi? Bu Leylagul bizning xalq naqshlarimiz, bizda hozir mana Ablat ustoz biladi, boshqalar biladi. San'atni varislik qiladigan san'at va anikim taraqqi qiladigan san'at deb 2 yo'lga bo'lyotdi. Varislik qiladigan san'at dal bizning xalq naqshlarimiz. Şuna. Çünkü biz bu xalq naqsini xalqni günümüz, praktikada biz xalqqa yetemaymiz. Çünkü xalqchilik san'atkorlarga yetemaymiz demoqchiman-da. Endi hozir 2 mayir bir-biridan shunda qaltis ijro qildi. Masalan, bu qiz bizda muqamda o'qib, keyin ma'lum bir sabablardan ketib qoldingiz. Lekin shundaqdimi bu kasbni davomli qilib keldi. Endi bizning varislik qiladigan san'atimiz bo'yicha baho bersak, Atigul. Men Atigulni tanlayman. Lekin Turoq Aymizati Nuriman shuna qaltis oldi. Lekin Atigulda bir xil yovliq bor. Aygul xonim. Bu 2 mayirni ko'rgandan keyin menda xuddi bir ko'z oldimga bir o'g'il, bir qiz. O'g'il bolam shu Leylagulni tasvirlab, Leylagulning go'zalligi, lavlardan bir suv ichkisi borligini, choy ichkisi borligini tasvirlagandek. Yana bir qiz u rolda o'zining nozikligi, latofatligini ifodalayotdi-da. Endi xuddi shu Atigulni deb aytsaqmi, xuddi bir erkaklardek shundoq jasorat, kuch, Otoyda yosunib kelgan o'zbekistonda erkish o'xshatdi. Güzel olsammi, o'g'il oldi keşeygan. Ma'gap yaxshi-ku. Shu kuchi chiqib turibdi ovozidan. Nurimanguldagi elastiklik, yumshoqlik, rasmiy ayollarga xos nazokat chiqib turibdi ovozidan. Men o'yladim, endi Nurimangulga shu istrodni zamonaviy uslubdagi naqshlar, yana ommabop uslubdagi naqshlar bekroq tushadigandak. Naqshiga nisbatan Atigulning ovoziga Leylagul haqiqatan bek tushgandek his qildim. Mening tavsiyam bo'lsa Atigul. Xo'sh, bunaqa ustoz Abdulla efendim, sizning navbatdagi tavsiyangiz? Shundoq shu ustoz bolalar degandek alayda cho'ng farq yo'q ba ikki o'quvchimizda-chi. Shing yeyu Xinshang. Biz ovozimizdan foydalanib obraz yaratamiz ba'zida. Masalan bizni o'zimizda ko'rmagan holatda ovozimizdan ma'lum obrazlarni his qilish mumkinmi? Ustozlar boya dedi-ku, bu garchi Leylagul degan bir kishi aytadigan naqsh o'xshaydi bu-chi asli shundaqmi? Ayshugul. Leylagul davatidi. Bir qizga aytyapti bu kishi aytgan naqsh. Afsuski bu naqshni kishi aytmoqni hozir kelguncha. Aytsaqmi biz so'rinlarda aytamiz Leylagul deb. Lekin bu sahnlarda men ko'pincha qizlarning ustoz hadlarimizning aytganini anglagan. Ma ikki qizimizmi shu hisobda
shu bizning ustoz hadlarimizga varislik qilib shundami aka shu naqshini Layligulni yana chiroyli aytdi. Avu Atigulni demakchi bo'lg'ini ustozlarning ovozida yigitlarga xos obraz Mardonlik bor. Mardonlik chiqyotdi, ovozdagi bir obraz dedi. Endi bu Nurimangulning ovozi texmi siliq. Layligul shu o'xshaydi qaraganda. Tashvoy o'xshaydi. Tashvoy mo'shda. Ishqinglar shunda bir bizga yaxshi bir o'yin qo'yib berdinglar. Endi bizning asosli maqsadimiz dal bugungi o'quvchilarimizga o'xshash ratlik ajoyib bir qoida usulliq obrazliq chiroyli o'sha asarlarimiz bilan xalqni yuz ko'rishtirish tartibmi shuning ichida aka shundami har qanday bir so'rinning o'z qoida usuli tartibi bo'ldi kim shunga bakrak diqqat qilsa shunga ko'proq ajr qilsa qara bu o'zini ko'rsatdi tomoshabinlar biladi buni menda ko'rib ma ikki qizimizdan qara bugun bir-biriga beqishlari shuncha Layligul bilan tashvoyda bir-biriga muhabbatlik bir-biriga hurmat izzat bo'lib turyotdi. Voy bu garchi biz etini musobaqa deb qo'ygan bilan bu bizning xalqimizga beg'ishlayotgan bir orom edish fursatimiz. Yula vejuda yiga fa women dajada ching ninglangda yiga bu tay. Şunu biz buni haliqi ig'ir musobaqa yengilib ketsam qanday qilaman demay bugun men cho'qim bir naqshini xalqqa sunadigan bo'ldim deb buni bir fursat o'ylab olsak chiqin xoydi. So'yi men endi tavsiya masalasiga kelsam oblat muallimning keyingi ishlariga ya'ni musobaqaning davomiga texmi foydaliroq balkim 0.1% Tüven ya yuqori numar bilan men Nurimangulni tavsiya qilaman.那最后再来让我们一起来听一下沈老师的评价。Tavsiyam yana shu Atigul. Atigulni tavsiya qilasiz. Bo'ldi, rahmat, xursand bo'ldik muallim. Rahmat sizga. Ganshenin. Ablat apandim. Nima sababdan ikki mayirni, ya'ni ikki ayol naqshini bir guruh qilib qo'yishni o'ylab qolgansiz? Ajab o'xshabdi bu to'g'ach, o'stan bo'yida to'g'ach. Ajab pek tatliq etildi bu naqsha, ikki isil mayir bir bu etqash. Shuning uchun bularni bir guruh qilgan. Birisi bu sabab, ikkinchisi bular bizning guruhimizning bir jup guli. Shundoq. Ammo ikki talla qizimiz bor-da bizning guruhda, 16 bolaning ichida. Bu bir ikkinchi sabab. Sebepcik bir baştan sanaydı. Parmak yetmeydi. Üçüncü sebep, hem de hemimizge ma'lum, bizninki Nurimangul, bizninki aldınғы basqıç musabaqada 4 ustozningki to'liq mayligini qo'lga keltirib, bizning guruhga qatilgan bir mayir. Shundoq. Uchoqdagi ifozim shunda alohida yaxshi. Atigul hamda ma'lum sabablar bilan naqshini to'g'ri tanlay olmaslik va tajribasizlik. Çünkü Atigul taqa maktab o'qish bitirmadi, o'qiyotdi oxirgi yili bu. Shundaqmi? Shundaq bir taqa tajribasizlik, taqa balalik shundaq bir savalliklar bilan naqshini to'g'ri tanlay olmas sabab bilan hech qaysi o'qituvchiniki mayligi erişemey Abdullah akamniki bir fursat berish bilan bizning guruhga qatilgan bir Atigulimiz bu. Nurimangul baya Abdullah akam ustoz aytganidek qayanqa salsak shudu. Hamda Atigul taqa Hem de o'qish bitirdikan bu yil bu qizimizning so'g'a vaqtda men shu milliychi naqshiniroq aytib tursam bo'ladi. Taqa bu ommabop uslubdagi naqshlar bek oldimda qilib bo'lmagan degandikan biz bu guruhda bu bir tal gullarimizni ayirib ikki yoki boshqa guruh bilan qilishning o'rni yo'q. Shu bir jup gul birga chiqsin. Anda olsa biz Atigul qizimizni asos qilib turib bu xalq naqshini asos qilib tanlayli. Fikringiz bormi Nurimangul desam fikrim yo'q dedi. Bu shunaq ikkilisining o'zaro shu ixtiyorligi bilan biz bu naqshni tanladik. Bu ikkilarni bir guruh qilishdagi sabablarniki mazmuni mishada. Endi bu naqshiga kelsak, buni biz san'at nuqtasidan qarab, naqshi ijro qilib o'zining shu naqsh aytishga mahoratini bir ijro qilib yetkazish bir vasitasi sifatida to'nib bu asarni bu ishga bu yana qizlarimizga topshirdik. Bizningki guruhning mayirlarimiz qo'yayotgan talab bugungisi garchi musobaqa bo'lsa-mu, hammaylar bir qatimliq o'yin, bir konsert sahnasida men tomoshabinlarimga o'zimning eng yaxshi
mahoratim bilan ashulaq bir badiiy zavq, san'at zavqi ato qilaman degan shu bir his tuyg'uni namoyon qilish talabini o'tirib qo'ygan. Bu ishga sahnaga chiqqandan tortib naqshni to'liq ijro qilguncha shundoq shu kutgunimdek ijro qildi. Shaxsan men intayin hayajonlanib aram o'tdim. Qolgan ustozlarimizniki ko'pinchisi Atigulni tavsiya qildi. Bu Atigulga biz mush guruh ichidagi eng zo'r ilgirlash mukofotini biz Atigulga berib qo'ydik. Sababi birmi ustozning mayliga erishamaslikdan hozir mana nayda pishqan yaxshi bir naqshchidan tuzuk cho'ng farq bo'lmagan ahvoldagi farq bilan tavsiya qilishlar. Hattoki ba'zilarniki udul shu Atigulni tavsiya qilishni borat mushundoq bir katta bir natija utuq hozir Atigulga meningcha nayda alomat bir quchog'ini ochdi. Shundaymi? Bundan keyingi bosqichlardagi eg'ir vazifalarni men bilan birga elib men ketarlashishdan iborat mushu nuqta bo'yicha mening oxirgi qarorim tanlashim. Nurimangul. Mübarek olsun. Nurimangul. Mübarek olsun. Siz de acamdek yaxshi naqsh talantli naqshchi bilan mishada mush naqshni yaxshi ijro qilib sizning yaxshi talab fikringizga erishgan ekan bugun men bek rost baxtlik oldin qatimi baxtlikdim maqatim taximi baxtlik rost Atigulning hozir ko'zi namdaldi hayajonlandi haqiqatan yurkidan chiqarib o'zining adisini qutladi mushu meningcha o'g'anchaq bizning ko'makchi bo'lganimiz hozir deydigan qanday yuraksizlaringiz bor oldi bilan oldin qatimmo menga fursat bergan hammalarga ko'pdan ko'p rahmat. Bu qatimmo mashq qilish jarayonida bo'lsin yoki boshqa jihatlarda bo'lsin, men haqiqatan ko'nglim bek illidi. Biz mashq paylan qilgan jarayondami, ma'lum meni shunda g'ayrat qiling, yaxshi deb turdi. Uning ustiga bu naqshimo asosligi meni deb tanlangan. Meni ayliqi boshqalar kichik bo'lganiki, bu zaki bunda bo'lib qolmasin deb ma'lum eng burun meni ham o'ylagan. Acamning bunday qaraladimi? Texmi o'zininki yaxshi asarlarni sahnada barliq qilib xalqimizga so'nishini umid qilaman. Men davomli avlatmanni o'quvchisi. Biz davomli birga. Rahmat Atigul, albatta sizning bugun kichikgina o'ng'izsizligingiz badliga och tepapsiz, ustoz tepapsiz, texmi muhimi, mushu o'ng'izsizlikdan yaxshi natijalarni qanotlantiribsiz. Buning o'zi sizdan cho'ng bir g'alabingiz, muvaffaqiyatingiz. Bundan aqosa ustozlar bilan xo'shlashishlar sizga omad tilaymiz. Texmi yaxshilar sizni kutamiz. Rahmat ma'lum. İnsan degan hamon o'lmayman. Biz ketlaymiz shunadan yeyman. İnsan degan hamon bizning guruhda ko'p millat tarkib topgan bir millatlar ittifoqligi cho'ng oilasi deyishga bo'ladi. Mana navbatda Narsung degan bir mayrimiz var, o'zi Mongol. Buning bilan qarab baqsangiz kimlik bir yerga ekansak ular. Narsung bilan menimcha İlyas Tursun kasi bo'lamdi deb. İlyas Tursun, maqana İlyas Tursun, İlyas Tursun. Ikkilisi yosh. Har xil uslublarning o'disini chiqaradigandak ko'rinuvchi bu bolalar. Narsung'niki oldingi bosqichdagi aytgan naqsi bilan İlyasniki oldingi bosqichda aytgan naqsh xarakterimi asosan bir yerga keldi. Bu fikringizga men qo'shilaman. Bu ikkisi bir guruh bo'lsa, ishtiqli bir yerga keladi. Naqsh tanlashdimi, bizda bek cho'ng qiyinlish bo'lib ketmaydi. Xo'p, shunday bo'lsin. Navbatda hamda sahnamizda bo'ladigini İlyas Tursun bilan Narsung. 大家好，我是伊利亚斯托尔逊。Ko'pchilik yaxshimisilar, mening ismim İlyas Tursun. 大家好，我是纳尔松努尔兰。 Hipeko sadasining birinchi bosqichi aqlashgandan keyin, televizorlarda, to'rlarda qo'yilgandan keyin, bo'libmi cho'nglarniki menga bo'lgan inkoslar cho'ng bo'ldi. 自海选播出之后，我和我的家人以及工作伙伴观看了我的演唱过程以及四位导师对我的肯定。 Bu qatam Abdut ustozniki guruhga kirgandan keyin bizdagi bor bo'lgan inchik nuqsonlarni yaxshi bartaraf qildi ham. Naqshlik misralardagi hissiyotlar bo'lsin, inchik puroqlar bo'lsin, ovoz chiqarishdiki, hatto sahnada qanday turish, mikrofon qanday elishdiki va inchik nuqtalarni yaxshi bizga so'zlab tushuntirib qo'ydi. 尤其是刚才那个你在那个唱主旋律的时候，你在那个飘的那个一个自由版的那种一个即兴 solo 性的那种一个合作，非常非常棒。
台上也能希望就现在这个情绪保持好这个现在这个水平。这首歌不论是在情感上和演唱上面，我的老师对我们也是给我们了很多很多的建议和帮助。Narsoң degan agipim biz mushu bizniki mush naqshimizni sayandan intan yaxshi o'rindab chukishimizga tirishayli。最后呢，我也衷心的祝福我的对手伊利亚斯以及我们同组的所有成员在此次比赛中取得好的成绩。遥远的夜空有一个弯弯的月亮，弯弯的月亮下面是那弯弯的小桥，小桥的旁边有一条弯弯的小船，弯弯的小船悠悠是那童年的阿娇，阿娇摇着船，唱着那古老的歌谣，歌声随风飘，飘到我的脸上，脸上淌着泪，像那条弯弯的河水，弯弯的河水流啊流进我的心上。的月亮，只为那今天的村庄，还唱着过去的歌谣。故乡的月亮，你那弯弯的忧伤，穿透了我的胸膛。有一个弯弯的月亮，弯弯的月亮下面是那弯弯的小桥，小桥的旁边有一条弯弯的小船，弯弯的小船悠悠是那童年的阿娇，阿娇摇着船，唱着那古老的歌谣，歌声随风飘，飘到我的脸上，脸上淌着泪，像那条弯弯的河水，弯弯的河水流啊
流进我的心上。Xo'sh, suyimli ustozlar, har millat san'at moyillari big' surgan mana shu chiroyli, suyimli sahnamizda bugun Narsin bilan Ilyos bizga birlikda davlat tilida ajoyib chiroyli bir naqshni hadiya qildi. Bu naqshda biz muhabbatni his qildik. Ham shundaqla sizlarning sahnadagi qiyofatinglardan naqsh aytayotgan chog'da bir-biringlarga beqib turib, bir-biringlarga hurmat bildirishlaringlardan inoqlikni, ittifoqlikni his qildik. Rahmat sizlarga. Eng oxirgi qarorni biz anglashdan ilgari yana davomli ustozlarning bahosini olamiz. Aygul muallim. Naqshi kasbi bu bir odamda dit talab qiladi-chu. Boshdan oyoq mushu asarni mayli akkord ilish bo'lsin, mayli o'rinlash jihati bo'lsin, mayli bizning to'van ovozlarimiz, yuqori ovozlarimiz hammani bir siziq, bir yo'lda bir mukammal to'liq o'rinlash uchun bir dit talab qiladi. Endi ma ishkalarni o'rinlashtirib, endi bir niyajab payzovoz chiqdi deb o'xsham boshqacha bir narsa chiqib qoldi. Voy, isitma ovoz qiyib ketdi-ku deb yana bir go'zal narsani umid qilib qo'ygacha yana boshqa bir ishlar bo'lib qoldi. Chunki boshdan oyoq men bir to'liq bir deb bir odug'im chiqqan bir narsa bo'lmay qoldi. Endi men hozir so'zsam gapbak chiqlab ketdi. Men tavsiyarim desam qog'ini Ablat muallim sizlarga deb berdi. Ablat. Xo'sh. Mening tavsiyarim Narsin. Rahmat. Bug'undaqda Mavlana qandim. Ikki moyirimizga rahmat. Nihoyatda yaxshi, chiroyli aytib berdi bu naqshini. Narsinning aytishini sal bakroq yaxshi ko'rdim. İlyas sal jiddiylashdingmi yoki nimish? Sal. Mening bakroq diqqat qilganim ikkalarning ro'yi oldi-chu. Narsinning nihoyat azodroq bir ro'ylatda, uni keyin İlyas inim sal jiddiylashdimi? Bular ben eng oxirdagi akkord oldigan yerda sen ya yaxshi egallanmay qoldingmi yo jiddiylasishning sababimi kichikgina maslashmas paydo bo'lib ketib qoldi. Lekin umumiy jihatdan yaxshi, rahmat sizlarga. Mening tavsiyarim Narsin. Ada. Aygul muallim sizning tavsiyangiz? Asli shu men demoqchi bo'lgan gapni Mavlon muallim dedi. Ha. Ashulıq Narsinningki ovozidan his qilganlarimni va Narsinningki shu ijrodan his qilganligimni mendan buni hech ketdi dedi. Shu. Endi keyin akkord ilish va akkordlarni ozmay ilish bir qobiliyatchi. Shundoq. Shunga asosan akkordning hamma narsani azmay tazmay ayvatidi. Shuningga meningmi tavsiyarim Narsin. Rahmat. Shunmadim. 这个你们用国家通用语言唱国家的这个经典歌曲，对，唱得非常好啊，很难听得出是咱们学校的学生唱的，是的啊，像明星一样啊，这个他们的感情也非常到位，是啊，感情也非常到位。从业务的角度来讲，几个老师的评语，我觉得非常中肯。我的感受呢，就是练习还没有达到应有的高度，对，啊，就是练的少了一点，是，但是你们的音质非常好，啊，音质非常好，唱得非常好，这个用国语唱经典歌曲，这是我们提倡的，希望大家继续努力，我还是推荐这个拿松他唱的还是更全面一些。好，那我们接下来听一下阿卜杜拉老师的评语。老师们说的都特别对，希望你们以后的这个学习当中呢，在注意这些方面的这个该注意的那些方面的事情啊。当然拿松唱的也好，发挥的也好，他在舞台上的这个表现各个方面很好，然后也可以再发挥这个，因为这一首歌要两个人唱的话，给我们的感觉是同一个人在唱这首歌的一个感觉是对的，但是实际呢，一个人的嗓音和一个人的嗓音是不一样的，肯定是的，一个是高的比较高，低的比较低，他的亮一点，你的稍微暗一点，是这样的，所以尽量的靠我们内心的东西要结合这个东西，这方面呢Narsin做得好，
nakşida yana 我们蒙古族不是有那个特点长调aşinasını mı koşkılı bulattı. 这样更好更漂亮，因为毕竟两个人在唱，两种感觉结合，也可以加一些我们民族的东西，我们这个刘欢老师也不会生气的，可以发挥的时候发挥。İlyas balımızmı pek turaqlıq ig'rivesiq balki. Men mushuni tuyjan qilma. Bo'ldi, rahmat. Biz eng oxirgi qaror so'zni yana bizning ikki nafar mayirimizning bevosita yetakchisi Ablat ustozini anglab boqaylik. Ablat muallim. 怎么说呢？这个我们组的这位组合，这位两位组合也是就是互相让，就是为了这一关的这个 PK 圆满进行吧。那松是比较有经验，Elias 还是年纪比较小嘛，刚毕业，还是缺少一些经验。今天确实有一点紧张。Elias 比那个排练的那个过程发挥比现在还好得多。今天就是刚开始有一点紧张，第二段开始稍找了自己的位置。PK 两个人一起合作唱一首歌嘛，所以就是和声两个声部的部分基本有，所以这个刚才老师们也说了，就是这个两个声部同时发声，没有那个偏低偏高的那种把握，非常有难度的一件事。刚才那个老师们说的那个纳尔松的那个蒙古族的那些有些特色，他应该有。刚才他该是唱那个特色的时候，音色稍微不听他的话，所以他就靠自己的经验，完全可以转成他的那个假声，用假声开始那个中间的那个那唱部分。我认为他做对了。本来是有的是吧？有。今天突然间，对，可能就是有点不舒服不舒服。他赶紧进入了用了假声，用那个声音所以没有出现失误，这是应该有经验的歌手该做的事。怎么说呢？我们的口号就是比赛第一，不是友谊第一，比赛第二。我都比赛第二，友谊第一，比赛第二，永远在一起。所以我最后的选择是。纳尔松，祝贺纳尔森，恭喜纳尔森，谢老师，祝贺你走进我们第3阶段。那么接下来可以下去准备了一下，可以。祝贺你İlyas tayyorlik bada qildi bugun. Shundaymi? Bizniki hamma bolaning tayyorligi. Narson chiqib ketib qolsa-mu, 还是同样这种感觉。o'xshash Ilyaslar o'xshashmi shundoq yaxshi tura oladi. Bo'ldi. Sal jiddiylashib qoldimmi Shabay? O'zim men qirib ashiliqi akkorddan bir to'g'ri topdim, lekin Narson mendan baldib kirgan bo'lg'achqa men naqshini bir buzitib qolmay debla men ashad bir elishib ketib qoldim. Shunga kerak ehtiyot qilib qoldim. Mana aka Ilyas baya akkord o'rnini aniq tep bulanmaydi. Tep bulanmay nayt mikrofonni yaxshi kontrol qilib bek kuchab ketmay naqshini buzib etmadi. Hamda ashini damal shu akkordning o'rnini tep bulanmagan ahvol ostida men yana shuni aytdim deb qolsa balkim Narsonning normal o'zining rolini joriy qilishga ta'sir yetkazadi. Qarshi tarafga ta'sir ko'rsatdi. Mana bu hamkorlik. Bu jihatda Ilyasdan men xursand bo'ldim. Mana bu yaxshi san'at qilmoqchi bo'lgan, mushu kasbda bundan degan davomli yurmoqchi bo'lganlar cho'qim bo'lishlik bir xislatmi deyman Abdulla aka. To'g'rimi? To'g'ri. 没有把握。就这样bugun ikki balimizda ikki xil ish bo'pti. Birisi akkordni o'rnini topolmagandan keyin yana var qilsa tayyeyu的这个学生就是不要他了。yana shunda qilsa bu o'quvchida umid kutkul bo'lmaydi. Hayoyiga就是u o'tkazolmay xato chiqib ketishni oldini olib bo'sh aslidagi ovozdan ish bo'ldi. Men ko'rdim hammani. Ta'sir yetkazmadi, asarni yetkazmadi. Ikkinchisi Narsunmi shundoq.
asli Moğol şiviz qo'shilgan ekan naqshiga. Ashu shundoq keladi ekan, men anglasam, shunday keladi ekan, shunday talab qilsam, bor ekan. Diqqat qilsanglar, boshlab bo'laplam, charshonga o'tib ketganlik. Gapini anglamay, bu tiyin xo. Aning keyindan shu aningga charshonga yo'tkib oldi. Ishkilanlar aqlliq bola ekansiz. Sami bek yomon balam bola. Bo'ldi. İlyas amaliyati biz anglamoqqa nihoyat oson aytgan, akkordning o'rnini topolmadim degan bu so'z amaliyotda haqiqatan qiyinlik darajasi bor bir ish bo'lishi mumkin. Bu xuddi teyoplarning tumur topqiniga o'xshash, bir o'rindan kirib, shu o'rinni tepib aytishning o'zimi texnik talab qildi. Menimcha bundan keyin kasb hayotingizda ustozlarning yetaklashida cho'qim mushunda xalqlarda bemalol holda yengib keta oladigan, o'zingizning qobiliyatingizni namoyon qila oladigan bir holatga kela olasiz. Eng oxirida sizga 30 sekund vaqt beray. Minnatdorligingizni bildirishga to'g'ri kelsa va yurak so'zingiz bo'lsa anglab boqaydi. Oldi bilan Abdul ustozga rahmat. Ustoz kecha demay bizni haqiqatan yaxshi rep chiqizib bizni qanda kichik ilqi. Men gapim topdim. Ish qilsa shu rahmat ustoz. Yana-chi? Shu o'tkilarga rahmat opamga. Rahmat aytma. Bolamga rahmat aytma. Deyman. Bo'ldi. İlyas, bugün nəhayət ko'ngillik bir yig'ilish bo'ldi. Bu yerda musobaqa emas, balki uchirish bo'lsin. Bu uchirishdan o'rgangan bo'laydi, o'zimizni yana bir qatam qutulgan bo'laydi, o'zimizning tumurimizni tutib qanchalik so'qadiganligini dansab taqan bo'laydi. Texnik katta sahlarda sizni kutamiz, ko'rishgacha omon bo'ling. Marhamat. İnsan degan hamon nima? Biz ko'klaymiz shuna g'anima. Talat efendim bağ, Talat efendim bilen Muradil Mehmet bir grup olsun. Ma'qul. Muradil Mehmet mu nayt ig'ir bo'lsak, naqshini o'zini tutib, o'zini to'xtatgan. Talatmi shunday. Oldin qatim bu tunji qarni aytdi-ku. Talatmi hali Abaznova ig'ir bir naqshini aytib chiqdi. Bu ikkalani bir grup qiladi. Navbatda endi sahnaga chiqadigan o'quvchilarimiz Talat Yasin, Muradil Muhammad. 大家好，我是穆拉丁梅和梅提。Köpçülük yaxshimsizlar, men ismim Murad Muhammad. 大家好，我叫塔莱提亚森。Köpçülük yaxshimsizlar, men ismim Talati Yasin. Men birinchi aylanma musobaqa chiqqandan keyin, cho'ng opam musobaqamni ko'rgandan keyin nihoyat ta'sirlik yig'lab ketdi-da, yana ko'zi chiqib pek faxrlandi mendan. Bu qitim Muradil inim ikkimizga Abdullah ustozning 2005-yil aytgan sizni asladim degan naqsini bilib berdi. Mayli boriyim unutma, yana sizni asladim, yana sizni asladim, yana sizni asladim. Mishani akord to'xtash. Mishani biz ishkanlarga shu akord bilib o'taylik mishani. Misha kelgandan tortilib asldagi holatda bir sonli asos melodiya, yana bir sonli akord melodiya qilib ikki shombo qilib o'taylik mishani. Ikki yo'l qilib o'taylik. Bir ganjil to'xtasa, mush narsani bir biz asliga bir ayrim alq bersak bo'laman. Yaxshi. Talat puroqlar joyida ovozga kuch beraylik ovozga. Men Abdat Ma'lumning guruhiga kirgandan keyin o'zim nurg'un kamchiliklarning borligini his qildim. Bo'libmi ovoz chiqarish jihatim bo'lsin yoki ovozdagi kuch talab bo'lsin sahna chiqqandan keyinki. Endi naqshida bo'ldigan hissiyat jihatdan bo'lsa men nurg'un yordamlar qildi. Ilgari men hamda shu o'zimning kasbi akordeon bo'lgandan keyin san'at maktabini shu kasbni bitirgan. Akordeonda chelib aytish bu vaqtda hamda men bir qadar pishqan. Hamda sahnada turib mikrofon bilan naqsh aytish bu ikkisi ikki ishkan haqiqatan. Bu vaqtda menga yaxshi bir tajribalar bo'ldi. Men Talatqam deydigan yurak so'zim bo'lsa, keyin fursatlar bo'lamdi, bo'lmamdi, men uni bilmayman. Shunga sahnada ikkimiz yaxshi hamkorlashib, bu naqshimizni yaxshi o'rlab tutsak bo'ldi.
Osmanımda ay turur, yulduz sürlük çağnısa, bak seylige çığlısa, canım sizni eslidir. Osmanımda ay turur, yulduz sürlük çağnısa, bak seylige çığlısa, canım sizni esledim. Gunca içip yüzini, bulbul nava etkende, canğa aram yetkende, canım sizni esledim. Gunca içip yüzini, bulbul nava etkende, canğa aram yetkende, canım sizni esledi, yana sizni esledi. Aydın yoruk yüzünüz, tünden kara gözünüz. Aklım algan bu keçler, yana sizni esledim. Aydın yoruk yüzünüz, tünden kara gözünüz. Aklım algan bu keçler, yana sizni esledim. Mayin keldi şamallar, tağdek bastı hiyallar. Meyli bariyim unuttum, yana sizni esledim. Mayin keldi şamallar, tağdek bastı hiyallar. Meyli bariyim unuttum, yana sizni esledim. Meyli bariyim unuttum, yana sizni esledim. Yana sizni esledim, ey yana sizni esledim. Görmen dostlar, yuqorida Toshqin guruhining ikkinchi bosqich musobaqasini belgisida Talat bilan Murodilla ikki nafar mayirimiz o'zlarining yangroq ovoz bilan bir naqshini muvaffaqiyatli o'rinladi deb qardik. Undaqda bu naqsh haqiqatan muvaffaqiyatli tamomlandimi? Sahnada biz his qilmagan, ammo ustozlar bayqab olgan qanday ko'rinishlar bordi. Qani birlikda ustozlarning tavsiyasini anglab boqaylik, baholarga quloq solaylik. Aygul muallim. Shu naqshanglisam xamiyanlar ko'z oldimga kapli turdi ekanchu. Ma Murodil aytgan vaqtda Murodildagi ovozdagi suzuklik, ma yo'riqlik, ochiqlik talatda bo'lib qolsa manda deyman. Chunki talatdagi ma hissiyot, ifodalash, ma mikrofonlarni tangshash, ma sahnani egallash shunday yaxshi. Yoki talatdagi mushu hissiyot ma Murodilda bo'lib qolsa manda degancha. Murodilning lavotimiz ovoz shunda go'zal, lekin ma chiroy ifoda, hissiyot obrazni ifodalab berish, ovozlarning har bir so'zlardagi mazmunni yetkazish jihatdan sal kamtiklik bor. Xo'sh. Endi talatniki ma hissiyotiga gap to'g'ri kelmaydi, lekin ovoz ozroq chatchash, yirib qilish baka. Tavsiyarim talat. Aygul muallim. Murodilni ish kichikda qildi. Men bu yil 20 yoshga kirdim. Ha, kichikkansiz. 22 yosh kichikka.
Endi keyin kimni bilmaydi talatniki kasbi akordeon. Şuna keçisi gündüz akordeon bilan hayat o'tganda, onun akordeonni bek yaxshi chaldi. Bek obdan chaldi. Shunga avul muzikani ayrilmagan, onun ustiga bunda sahna bilan jiq uchrashgan. Shunga hissiyatga berilish fursati ko'p kim talatda. Demek sizden bugün tavsiyeniz? Tavsiyem talat. Talat efendim. Oludu. Mevlan efendim. Sizden tavsiyeniz? Mening nazarimda hamda set yoki chiroyli ovoz yo'q. Faqat hissiyotni qanday ifodalash bor. Men o'zimning shaxsiy zo'qlanish odatimga asoslanib turib, men talatni tavsiya qildim. Xursand bo'ldik, rahmat. Sizin efendim? Mening tavsiyam talat. Xursand bo'ldik, rahmat sizga. Bosh ustoz Abdullah Abdurim efendim. Talat. Abdullah talat tavsiya. Shu gap mandaq, shu ustozlarning demoqchi bo'lgani, "Mao o'g'lim 20 yoshlik yigit, qaranglar, chiroyidan naqsh etayotgan holatidan qarab tursam, intayin astoydil va mas'uliyatchanlik bilan mushum ikki qo'llab mikrofonni mishadan arimayapti. Sal men kelsa ilki chiqib qolgandek-ku. O'zingizning shu vaqtlaringizda eslay oldingizmi? Oy, bagazab ketdim deyman. Shunda bo'ldi. Shunaq. O'g'inish jarayoni boshlash shunda bo'ldi. Buning ma ro'yini rasmiy men tavsiya qilmay yosh bolalarga. Shunda astoydil boshlaganda, uning keyin xotirjam aytadigan bo'ldi. Ma tavsiya yoshlarga berilgan tavsiya. Lekin Abdat muallimga berilgan tavsiya emas. Yo'q. Men buning ro'yini o'g'inishga tavsiya qilyapman. Taxman rasmiy tavsiya qilmadim. Shu agar beshida bundan olib ketib qolsa, men bak usta o'xshayman debchi. Keyin unda qig'il bo'lmaydi. Keyin taxmin tugilib qoldigan ish chiqadi. Shunga ma o'g'limning shu ro'yidan naqshi o'g'inish yo'liga qadam qo'ygan yosh bolalarni o'rgansa bo'ldiki, bu astoydil ekan, mas'uliyatchan ekan deb shunday nim qilma. Ondan ovozim muqim qara. Qechib ketgan ish yo'q. Nayta siliq sifoylik bilan, ehtiyotchanlik bilan aytib tugatdi. Endi bu talatni men bek tushunma o'zimni tushungandek. Chunki u inim davomli men bilan birga yuradigan bir muzikant inim. Naqshinimi nayta bek yaxshi ko'rdi. Bugun ben cho'ng ekranda qarasam, bumi jiddiylashdi. Eg'ir jiddiylashing bor. Agar u jiddiylashmagan ahvolida bizga texmi o'zining yorqin taraflarini ifodalab beralaydi. Hamda men bugun ma'vo 20 yoshli o'g'limni tavsiya qilaman. Undaqda oxirida tanlash qarorini Ablat efendimdan alaydi, marhamat. Ustozlar nayta yaxshi talab fikrlarni o'tirg'i qo'ydi, yaxshi maslahat, yaxshi tavsiyalarni dedi. Ustozlarga rahmat. Hamda haqiqatan Mevlan enim degandek, Mevlan muallim degandek, mening nazarimda ovozninki yaxshi yomon sifatiga men bek qaramay, shu yurakka tekkizishni bek asos o'rin qo'ymanchi. Naqsha tam bilan yurakka tegish kerak. Albatta, shu tam bilan yurakka tekkiza oladigan shu did, shu tam ba odamda yaxshi sharoit ovoz bo'lsa, taxmin yaxshi. Lekin yaxshi ovoz sharoiti bo'lib, tam bo'lmasa, ya'ni u bir quruq ovoz bo'lib qolishi mumkin. Shu nuqtadan mening ko'z qarashim shunday edi. Amaliyotda talatninki ovozi mayli so'rinda bo'lsin, mayli yaqinqi shu ish xizmatlardan bo'lsin, biroz eg'ir charchash bor. Bir tishi og'rib, yaqinda saqiyib degandek, nayta avaylab shu aran ba ovozni o'zining diti bilan, tajribasi bilan, hissiyat bilan yo'gab yurib, meni o'qib tugatdi. Yana oshnodimi, yana shu o'qituvchilarning ko'pini changlab talatni tavsiya qilganda bu bir tajriba, yana bu yerda o'zining rolini ko'rsatyapti. Ammo Mirodildiki ustoz shogird bo'libdiq, yeshin so'rab boqmabdim-a. Qarsam ustamni cho'ng, sanada turishimiz 20 yoshli bolalar emas, xalqali odamlar jiddiylashdi, uncha emas, men yeshig'a vaqandichu. O'zim naqsha aytishni biladi. Men bu 20 yoshlik o'g'lim bilan tang va o'g'limdimi taxi 1 yosh kichik bo'lgan bu Mirodil bilan biz yana davomli birga, talat bilanmi davomli birga. Bugun sizdan tanlashingiz? Oxirgi tanlashim talat. Muborak bo'lsin.
Mübarek olsun Tilat efendim. Sizni kutlaymiz. Yani keyingi bosqichlarda sizni ko'rishni orzu qilamiz. Marhamat. Muradil. Hechqisi yo'q ha? Hechqisi yo'q. Men 20 yosh vaqtimda bunday sahnalarga chiqishni o'ylabmi baxmagan. Garchi bizning kasbimiz bir bo'lmasa-mu, ammo talaylik ekansizlar. 20 yoshlarda mushu sahna mushundaq bir-biridan o'tvar ustozlar bilan tanish imtiyozi barliq kepti. Biz eng oldi bilan vatanimizga, partiyaga ham shundaqla bizga mushundaq sahnalarni yaratib berayotgan Ürümçi radyo televiziya stansiya va yoki Bug'ra madaniyat taqit sheriktiga o'xshash mushundaq o'rinlarga albatta rahmat etamiz. Sizning jasoratingizga rahmat etqim keldi. G'ayrat ekansiz. Bu 20 yoshda sahnaga chiqa olganligim mening eng zo'r xo'shalligim, men baxtim deb o'ylasam bo'ldi. Undan keyin mening ustozim bo'lgan, mening qalb to'rimdagi eng cho'ng ustozim Ablat Ma'lumga intayin cho'ng hurmatimni bildirman. Rahmat ustoz sizga. Undan keyin meni beqib cho'ng qilgan uydagilarga bo'libmi cho'ng onamga bek cho'ng rahmatimni bildirman. Bu shu musobaqa boshlanib toki hozirgacha meni qo'llab kelayotgan butun do'stlarimga, aloqalarimga intayin cho'ng rahmatimni bildirman. Rahmat. Rahmat. Amaliyotda 20 yosh mezgilda aloqalarning bahosi bu shu bolaga nisbatan bek cho'ng madad ilhom hisoblandi. Shu aloqalaringizga bugun garchi natija bek siz kutgandek bo'lmasa-mu, ammo sahnada siz uchun ayt go'zal so'zlarning aytganligini yetkazib qo'yishni unutib qolmang. Do'stlaringizga ham salom ayting. Juma, qani baravar. İnsan degan hamon nima? Biz kutlaymiz shuna nima? İnsan degan hamon bir Qaysar varmayadi. Tojik o'g'li Qaysar G'ulomat. Bu balamiz bilan biz Abdurahim Jalal bir guruh qilaylik. Bu ikkisiniki o'ziniki bir o'rtaq bo'lgan bir xarakter xosligini tepib, naqshini obdan joyiga keltirib bir taqsim qilib ketsak, bu ikkisimi bir yerga kelib ketadi. Bular ig'roq naqshdan bu. Navbatda sahnamizda bo'ladigini Qaysar G'ulomat bilan Abdurahim Jalal. Dajaha Ujav Qaysar G'ulomatdi. Ko'pchilik yaxshimisizlar? Mening ismim Qaysar G'ulomat. Dajaha, 我是 Abdurrahim Jalil. Ko'pchilik yaxshimisizlar? Men Abdurrahim Jalil bo'laman. Bu qitimqi İpek Yo'l Sadasi programmasi televizorda qo'yilgandan keyin birinchidan ota-onamning urug' tuqqanlarning inkasi nihoyat yaxshi bo'ldi. Nihoyat yaxshi inkaslarga erishdim. Ham shundaqla atrofimdagi do'stlarimni to'lim suyundi, bexush bo'ldi. Va adash yaraysa, sen qila olding, cho'qim, ya'ni buningdan yaxshi qolaysa degan shundaq rag'bat so'zlari bo'ldi. Kasbiy jihatda bizning yetarasizliklarimiz nihoyat ko'pkan. Ablat Ma'lum zerikmay, tirikmay bizga naqshida puroq ovoz chiqarish qatorliq nurg'un bilimlarni berdi. Men nihoyat suyundim. Abdurahim Jalil akamizga deydiganim, mayli qaysimiz tanlansak, biz faqat mush naqshini mush programmada yaxshi aytib, ustozning degan yerdan chiqib o'zimizning eng yaxshi tarafimizni namoyon qilib tushib ketsak, biz uchun g'albi shu deb qarayman. Qaysar ukam, sen g'ayrat qil, tang tirishli. Üstang boyida sakladım seni, yüzünü görmey sığındım seni. Üstang boyida sakladım seni, yüzünü görmey sığındım seni. Kara kaşlı güzel yarim, aşkından ezilse meyleteceğim. Kara kaşlı güzel yarim, aşkından ezilse meyletedilim.
Üstün boyida sakladım seni Üzümni görmey sevindim seni Üstün boyida sakladım seni Yüzünü görmey sevindim seni Ayga qarab nakşa etsem Küylürümde yüreklerim köyüvatıdı Ayga qarab nakşa etsem Küylürümde yüreklerim köyüvatıdı yüreklerim köyüvatıdı Küylürümde yüreklerim köyüvatıdı Ekranda diqqətsiz görmənlər naq meydandakı bağlıqçı ustazlar. Ushbu damlarda diqqətinizdə bo'layotgan 5-ci qarar Pavidio İpək Yolu Sadası proqramısının 2-ci bosqichi bəyga. Hazır sizlarning diqqət e'tiboringizda bo'layotgan Tashqin gruppasidagi mayirlarning keskin raqobati. Mana bu bəygida hazır bizning bu ikki tulparimiz sahnaga chiqdi. Bularga nisbatan ustozlarimiz zodi qandaq mayirligini, qoyilligini bildirdi. Kimni tavsiya qildi? Bu bizga noma'lum. Undaqda oldi bilan sizlarga bo'lgan tavsiyalarni ustozimiz Aygul muallimdan anglab baqaydi. Mening tavsiyalarim Qaysar. Rahmat muallim, xursand bo'ldik. Aygul muallim, undaqda sizning tavsiyangiz? Abdurimjon. Abdurimjon. Undaqda Mavlana afandim. Menga bergan ta'siri, Qaysarga bergan ta'siri, yuqoriga olib chiqqan qismlarda xili yomon emas chiqqan bir narsa bor, lekin buzib qo'ygan ham bor. Ya'ni normaldan xili yaxshi oshirgan ham bor. Normaldan tüenge tushib ketgan qismlarim bor. Abdurimjonning ifodasi asosan turaqliq. Shunda bo'lganda men moyilligimni Abdurimjonga bildiraman. Rahmat. Xursand bo'ldik. Kim muallim? Abdurimjon. Abdurimjon. Undaqda Abdullah ustozning yana 2 so'z va'da qildi. Shundan keyin tavsiyasini olaydi. Hamda Ablat muallimning ma 2 balasining seviyesi o'xshashki. Birisi nihoyatda vaznlik, temkin, mas'uliyatchanlik bilan buzib qo'ymay deb shu pete ketyotidi. Bu ijodchanligimni bir joriy qildiray deb kuchayotidi. Yo. Bir yerlarda shu joyiga qaytib kelamay qolgan yerlarni deysanmi sen? To'g'ri, ijodchanlik bo'lish kerak. Agar mushu ijodchanlikni qara, biz mashqda ko'proq
o'zimizni shu mush alaylikni foqiy qilib ko'proq mashq qilib olsak qaytib tusha olamiz ega. Rahmat ustoz. Mashqdan bo'lib qolgandan keyin naq kuni tayshanjen degandeklicha unda qilsak bo'lmaydi. Sen mushini mashq qildingmi? Mana bizga ifodaladingmi? Ijodchanlikda oshirib urinlayma, hissiyotlarimni to'liq joriy qildirma degan narsani mashq qilish kerak. Rahmat ustoz. Buni yolg'iz sana demadim. Bütün o'quvchilar anglasa bo'ladigan gap. Har qanday bir yangilikni biz pishirib, uning kendidan haqqa taqdim qilishimiz kerak. Bo'ladi. Chunki bu san'at. Biz san'atga mas'ul bo'lishimiz kerak. Hammamiz kishilarga san'at orqali energiya tarqatadigan odamlar. Rahmat ustoz. Tavsiya kelganda men Qaysar G'ulamatni uning o'tida ko'zga ishtinomni etib cho'ng erboblarga xos qismga. Haqiqatan tayyorlik intayin muhim. Puxta tayyorlik bo'lganda sahnada jiddiylik ko'rilmaydi. O'zimiz o'ylagandan yaxshi bir holatni namoyon qila olishimiz mumkin. Tavsiya u hammani tavsiya, biroq qaror balkim yana davomli Ablat ustozning o'ylamagan baho so'zlari bilan birikib bizni hayron qoldirishi mumkin. Ablat ustoz bularning bugungi ifodasiga, pozitsiyasiga va yoki sahnadagi qiyofatiga siz qanday bir baho bersizkin? Eng oxirida kimni tanlab qolsizkin anglab boqayli. Bu iliqi bu ustozlarmi yaxshi ustozlar mayli qaysi mayirlarim bo'lsin berayotgan fikr tavsiyalarini nihoyatda joyida rost haqiqiy dal shundoq yaxshi bo'lyapti. Qaysarniki oldingi bosqichliq ifodasi nihoyatda alohida, hammamizniki esida qolgan bo'lsa nihoyatda alohida. Tojik xalqining bir naqsini o'rlaganlaymi? Ijodchanlik yaxshi ish. Buningga qat'iy so'q so'z etmaymiz. Ijodchanlik bo'lmasa, yangilik taraqqiyot bo'lmaydi. Ammo ijodchanlik deb buzib qo'ysak taqib bo'lmaydi. Endi ijodchanlik bo'lmasmi buzmay, turaqliq, muqim holatda ashunaqshina o'z holatini buzmay ijro qilish jihatda endi shu Abdurahimjon bir qadar alaydirak bo'lib shunaq ifodani qilyotdi. Ammo ko'nglimdagi gap endi meningki boshqa guruhdagi mahirlarimningki ifodasiga qaraganda bu ikki o'quvchimningki bugungi holatidan boshqalaridek undaq bir hayajonlanib to'liq rozi bo'lib ketolmay qoldim. Ammo yanada ikkisidan birini cho'qim tanlash kerak, shundaymi? Qo'linglarni bersanglar. Sizning eng oxirgi qaroringiz? Mening eng oxirgi qarorim Abdurahimjon. Muborak bo'lsin Abdurahimjon, sizdan muvaffaqiyatli 3-bosqichga qadam qo'yganligingizni tabriklaymiz. Tayyorliklaringiz yaxshi quti bo'lsin, muborak bo'lsin. Muborak bo'lsin. Rahmat. Qani, aram og'ash tayyorlik qiling. Qaysar, menimcha siz yana izchil turda mush qizg'inligingizni so'zlashtirib qo'ymisiz-lam. Cho'qim texmi yaxshi holatlarga yetib bora olasiz. Bugungi yurak so'zingizni anglaydi. Men sahnaga chiqishdan burunmi iddiyarimda tayyorlik ko'rib qo'ygan. Albatta ustozimga rahmat aytaman. Ustozim ko'rsammi jiddiylik ketadigan qo'ydim. Shu mashqdimi? Shunda sirtlarda mashq qilganda yaxshi. Ustozning oldiga kelganda bir shu hayajonlanish bor. O'zim kasbiy ovoz ilmi jihatdan, musiqa ilmi jihatdan qat'iy nol seviya deganlik shundoq bir seviyarim bo'lmag'achqa shu jihatdami yana o'zimdagi shu bo'lgan ortiqchilikni ustoz qizib izlab tepib ukam yana bunday qilamiz bu yana bunday qilamiz degachga men yana qo'limdan kelishicha qilib baxtim yo'q, lekin ustozning degan yerga boyag'i yetkazolmaganligimdan ustozdan tuvanchilik bilan kechirim so'rayman. Rahmat sizga. Rahmat. Hozir Qaysarniki bu sahna degan mushu gapi mushu mashq jarayonida bo'landi-chu. Mali men rost sizni ko'rsamlam uqmayman shunday bir jiddiylik bor. Bumi balkim addidan ziyoda menga bo'lgan bir hurmatdir balkim. Shunga meningki bu qarorimda bayqi. Mushu meni ko'rsa jiddiylashadigan, meni ko'rsa o'zining haqiqiy ahvolini aynan ifodalamaydigan mush holatini men buning bilan ko'proq uchrashib, ko'proq bir bo'lib, ko'proq oldimda naqsh etkazib, mush holatini men o'ngishim. Rahmat ustoz. Qaysar. O'zimizga jang e'lon qilishni o'rganishimiz kerak. Xuddi men sizga o'xshash navbatda sahnada o'tirgan har bir ustozni ajoyib katta hurmatlayman. Biroq dadillik u ayrim. Kasbingizga
yüzdirani halda yüzlanishni o'rganing. O'zingizning eng yaxshi tarafingizni namoyon qilish orqali o'zingiz eng hurmat qilgan kishilarga eng yorqin tarafingizni namoyon qilishni hargiz unutmang. Sizga omad tilaymiz. Ustozlar bilan qo'shilishinglar.